Juda og'ir. Salom, sizlar bilan men o'sha Kompot. Xush kelibsizlar mening yangigina videomga. Do'stlar, men afsuski gripp bo'lib qoldim, shamollab qoldim. Juda og'ir holatdaman. Nima qilsam ekan? Xo'p, mayli do'stlar. Hattoki kompyuter ham o'chib qolgan. Hech narsa qila olmayman. Ko'ryapsizlarmi? Juda jirkanch yuzim. Mayli, qaramanglar do'stlar. Xo'p, bu yerda qog'ozlar, dorilar. Men bir necha kun o'yna olmayman, ishga ham chiqa olmayman. Buni endi tezroq merga aytishimiz kerak do'stlar. Xo'p, qani aytamiz? Tezroq borishimiz kerak, lekin men juda og'ir ahvoldaman. Hattoki yurishga ham tobim yo'q. Xo'p, nima qilsak ekan? Xo'p, qog'oz, yuzim juda jirkanch do'stlar, qarashingiz kerak emas. Xo'p, bu yerda endi hamma narsalarni to'g'rilab olishimiz kerak. Xo'p do'stlar, bu yerga nima qilsak ekan, gangib qoldi boshim. Bu narsalarni olamiz. Endi tezroq borib aytishimiz kerak. Qani yopamiz? Ketdik. Xo'p, yaxshi, bu yerda yaxshi. Mayli, endi ketdik do'stlar. Men tobim ham yo'q, yurishga ham holatim ham yo'q. Mayli, sekinroq yuraveramiz. Ketdik. Eshikni ochamiz. Yo'q, qochinglar, jetanglar, qochinglar. Mer, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Yaxshi, tuzimsiz. Nima bo'ldi? Juda shamollab qoldim. Turibman. Mayli, kutinglarda endi. Tezroq bo'l. Hop. Men juda shamollab gripp bo'lib qoldim. Bir necha kun ishga chiqa olmashim mumkin. Shuning uchun menga oz fursatga dam berib tura olasizmi? Hop, mayli, faqat bugungi ishlarni qilib qo'ying. Tezroq bo'l, Kompot. Hop. Mer, ko'rdingizmi, juda betob bo'lib qoldim. Menga berishingiz shart, iltimos. Bugun ham chiqmay turay. Bugun chiqib turaydi, iltimos. Mayli, bugun chiqaman. Faqat yuqtirib qo'yma bizlarga ham. Yo'q, yuqtirmayman. Hech kimga yuqmaydi degan umiddaman. Yuqmasin-da faqat. Bo'ldi, xo'p. Kompot, aniq yuqmaydimi kasaling? Yo'q, yuqmaydi. Ishonaver, sening kasaling juda yuqumli. Yo'q, mening kasalim unchalik yuqumli emas, xavotir olmanglar. Kompot, aniq yuqumli emasmi? Yo'q, bu gapiraveradi. Bo'lmasa men ketdim. Qochinglar. Nimaga qochmayapsizlar? Iltimos. Kompot, rostdan ham sening kasaling yuqumli emasmi? Yo'q, yuqumli emas. Aytyapman-ku, mening kasalim yuqumli emas. Nima endi, bedrukdan uy ko'rib, ana shu joyda qamalib o'tiraymi? Mayli, men ketdim. Mer, bu ahmoqlarning orasida men nima qilaman? Tezroq ishlarni qilishim kerak. Mayli, endi eshikni ham yopish shart emas do'stlar. Endi biz bu yerni tomorqani tezroq yig'ishtirib olishimiz kerak. Mayli, endi buni olamiz. Tezroq bularni ham olib, bular ham mayli, endi tezroq tomorqani yig'ishtirishimiz kerak. Apchi! Nima, sen kasal bo'ldingmi? Kasal bo'ldim. Men nima qilay? Men tezroq yig'ishtirishim kerak. Hech kimga quloq solmayman. Davay tezroq. Yaxshi, buni ham kasal bo'lsam ham mening kuchlarim o'z joyida. Mayli. Nima bo'ldi menga? Yotib qolibman-ku, uxlab qolibman. Hamma narsalarni yig'ishtiribman, lekin uxlab qolibman. Turishim kerak. Turdim. Yaxshi. Men uxlab qolibman. Jitter, uxlab qoldimmi? Uxlab qoldik. Charchabsan-ku. Charchamadim. Men aksincha kasal bo'lib qoldim. Hamma yoq joyda. Bularni yig'ishtirib olibman. Yaxshi. Juda yomon kasal bo'libsan-ku. Yuzimni ko'rdingmi? Juda jirkanch-ku. Qarama menga. Mayli. Men juda kasal bo'lib qoldim. Shu paytda ham mer menga ish qildiryapti. Mayli, men tezroq uyga borishim kerak. Tezroq. Ketdik. Endi maza qilib orom olamiz. Davay, ketdik tezroq. Do'stlar, men juda og'riyapman. Shu holda ham tomorqalarni yig'ishtirdim. Bularni sandiqqa solish kerak. Men endi maza qilib orom olishim kerak. Buni ham solib qo'yamiz. Turib qolishimiz kerak. Juda og'riyapti bo'ynim. Turib qol, tur.
turamiz. Yaxshi. Nima jiddilar? Nega sizlar hamma joyingiz yashil bo'lib ketgan? Kompot yuqumli emas deding-ku, lekin yuqumli ekan. Hammamizga yuqib chiqdi. Men bunday bo'lishini bilmagandim. Yuzing jirkanch, hattoki meni ham. Yuqumli emas edi deganding, lekin yuqumli ekan. Adashibman-da. Mayli, endi nima qilamiz? Juda jirkansizlar. Xo'p, endi biz birgina iloji shifoxonaga yotishimiz kerak. Lekin shahar juda uzoqda. Kompot, sen shifokorga telefon qil. Mayli, telefon qilishimiz kerak. Lekin sizlar juda jirkansizlar. Nima qilsak ekan? Men hozir endi nima qilishni ham bilmayman. Nima qilamiz ekan? Juda asablari buzilib ketyapti. Mayli, asabingiz buzilmasin. Hozir shifokor yetib keladi. Ozgina tutsak bas, oz fursat qoldi xolos. Xo'p, mayli, juda jirkanch bo'lib ketdingiz. Doktor, siz bu kasalni yo'q qila olasizmi? Yo'q, men qila olmayman. Nima, siz doktor? Mayli endi. Faqat kutish qoldi xolos. Boshqa choramiz yo'q. Do'stlar, endi nima qilamiz? Juda jirkanch bo'lib ketdik hammamiz. Mayli. Xo'p, endi kutishimiz kerak xolos. Qachon keladi? Hozir kelib qoladi. Qani qochinglarchi. Xo'p, onamiz telefon qilamiz. Ola qo'l. Shifokor, kelyapsizmi? Kelyapman. Xo'p, qochib turinglar, jitlar bilan chiqib turay. Jitlar, bizga kompot yuqumli kasal olib keldi. Endi biz kompotni yo'q qilishimiz kerak. Biz bir jamoa bo'lishimiz kerak, maylimi? Nimalar deyapsan, Ovsan? Mayli, men ketdim. Yo'q qilaman men uni. Asosiysi dorilarni olib qo'ydik va ajoyib dorixona bo'ldi. Xo'p, endi jitlar, biz albatta shifo topamiz. Aniqmi? Ishonching komilmi? Ishonchim komil. Endi tuzalib ketamiz biz. Juda chiroyli dorixona bo'ldi, qaranglar. Juda ham chiroyli. Nima? Endi 3-qishloqda shifoxona bormi? Albatta, endi shifoxona bor. Endi biz bunda albatta davolanishimiz mumkin. Hamma narsasi bor. Doktor, endi bizni davolay olasizmi? Albatta, tezroq sirada davolaymiz biz. Mayli, sizdan juda xursandman. Endi biz davolanishimiz kerak, to'g'rimi jitlar? Men bundan xursandman. Xursand bo'lganing yaxshi, men ham. Mana shifokor ham shu yerda. Yaxshiyamki tez keldingiz. Juda betob bo'lib qolibsizlar-ku. Juda ham hamma joy rasvo bo'lib ketgan edi. Mana jitlar ham shu yerda. Sizga rahmat aytyapti. Yaxshiyamki ertaroq kelibman. Albatta, yaxshiyamki ertaroq kelibsiz. Bo'lmasa bizning ahvolimiz qanday bo'lardi? To'g'rimi jitlar? Endi bizning shifoxonamiz bor. Nima? Sizlarda oldin shifoxona bo'lmaganmi? Yo'q, albatta shifoxona bo'lmagan. Biz juda xursandmiz. Endi nima qilishni ham bilmayman. Bu yerni ochamiz, sandiqlar va yaxshi. Xo'p, shifokor, endi bizni tuzata olasizmi? Albatta tuzatamiz. Men hayronman sizlarda shifoxona endi bo'lganligiga. Albatta, chunki bizga umuman shifoxona qurdirishmagan. Mayli, juda achinarli ekan. Endi maska taqib qo'yasizmi? Yaxshi, maskalarni taqib oldik. Endi jitlarga ham aytay, to'g'rimi? Albatta ayting. Mayli, men endi ishga chiqishim kerak. Xo'pmi? Xo'p, kompot, bizda shifoxona borligidan juda xursandman sendan. Endi bemalol davolanamiz. Albatta, bemalol davolansak bo'ladi. Xo'p, bu yerda hamma shishada moddalar va boshqa narsalar bor ekan. Juda chiroyli turibdi, orqadan ham, oldindan ham va yonboshdan ham. Jitlar nima qilyapti? Ichkaridamikan? Xo'p, buni vrachdan so'rab ko'rish kerak. Xo'p, ketdik. Xo'p, vrach, jitlar shu yerdami? Shu yerda. Xo'p, bemalol bo'lmasa davolanaversin. Men juda chiroyligini ko'rib turibman. Do'stlar, xo'p, yaxshi, juda chiroyli. Rahmat sizga vrach. Mayli, ham.
Xo'p, men juda xursandman sizdan, vrach. Xo'p, bu yerda hamma yo'q borligidan. Do'stlar, endi sizlar bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Vrachga juda katta rahmat, chunki katta yordam berdi. Yuzim juda jirkanch. Xo'p, mayli do'stlar, sizlar bilan men kompot bo'ldim. Ko'rishguncha xayr.